Mashinalar qulluq bo'lsin. Ha, rahmat. O'rta, o'zing bir katta ishxonada boshliq bo'lsang. Xo'p, o'rtoq. Nimaga meni ishsizligimni bilib turib ishga taklif qilmaysan? U ham-ku mayli, o'tgan safar choyxonaga Cobalt bilan bording. Bugun bo'lsa mana bunaqa katta mashinalar. Yo nima, menga ishonmaysan? O'rtoq, sen meni noto'g'ri tushunibsan. Seni ishga olmasligimning sababi bor. Bu senga ishonmaslikdan emas. O'rtoq, menga do'st kerak. Haqiqiy do'st. Ishchi emas. Ertaga boshliq sifatida ozgina urushsam, sen bilan meni o'rtamizga so'qchilik tushib qolishi mumkin. Menga bu narsa kerak emas. Ha, choyxonaga bu mashinada bormasligimning sababi hammada ham bunaqa mashina yo'q. Ertaga qolgan bolalar o'zini hayotidan nolib qolishini istamayman. Men to'g'ri tushun. Tushundim.